Erim akasini yaxshi ko'rganim uchun erimga turmushga chiqqanman. Erim akasini, ya'ni qaynakamni juda ham yaxshi ko'rardim. Biz ular bilan bitta ishxonada ishlardik, lekin ular boshqasiga uylandilar. O'sha kundan boshlab nima qilishni o'ylab, oxiri erimni boshini aylantirmoqchi bo'ldim. Chunki ular bilan bitta uyda bo'lib, keyin qaynakamni o'zimga qaratib olaman degan fikr bor edi. O'ylaganimdek bu ish meni qo'limdan keldi. Erimni boshini aylantirib, o'sha uyga kelin bo'ldim. Lekin bu narsalar shunaqangi tez va oson bo'lib ketdi. O'zim ham tushunmay qoldim. To'ydan keyin erimni ko'rishga ko'zim yo'q edi. Hamma narsadan urush qidirardim. Shunaqangi yoqmasdi, hatto bitta joyda yotgim ham kelmasdi. Lekin qaynakamni xotiniga bo'lgan mehrini, xotinini yaxshi ko'rishini, xotini bilan bir-biriga romantika qilib yurishlarini ko'rib juda ham jahlim chiqardi. Nima qilishni o'ylab, oxiri miyamga bitta fikr keldi. Qaynakam menga ham kelin sifatida juda ham yaxshi muomala qilardilar. Har doim ularga yaqinlashishga va ular bilan ko'proq gaplashishga harakat qilardim. Keyin bo'lsa xotinlar bilan o'rtalarini buzishga harakat qildim. Har doim nima bo'lsa o'sinimni aybdor qilib, uyimizda narsa yo'qotishga harakat qildim. Ya'ni uyimizda narsa yo'qolganda o'sinimni o'g'riga chiqarmoqchi edim. Bu ishlarim ham yaxshi ketdi. Hammasi zo'r bo'ladi, men o'ylaganim. Lekin qaynam o'sinimni juda ham yaxshi ko'rardi. Har doim o'sinim o'zini aybdor emasligini ko'rsatib berardi. Keyin o'ylab, o'sinimni xiyonatda ayblamoqchi bo'ldim. Bitta bolani gaplashdim. O'sinimga har doim telefon qilib SMS yozardi. Uni bo'lsa qaynam bilib qolib, uyda katta janjal qildi. O'sha bolani militsiya orqali toptirib kelishgan. Hamma ishim unga aytganimni, bularning hammasi meni ishimligini hammasini ochiq-oydin aytib berdi. Ular meni aybdorligimni bilishgandan keyin qancha harakat qilsam ham videoni oxirini sig'dira olmadim. Menga obuna bo'lib qo'ying, videoni oxirini profilimga qo'yaman. Kommentda bunaqa ayollarga bo'lgan o'z fikringizni yozib keting. Shu video o'sha odamlarning o'zlarigacha yetib borishiga yordam beradi.